Şunday köngüllü, büyük mağnayla, büyük matur konsept buldu. İlgili şundan dağın seni yaratmayayım diye düşleri var idi. Ne olur bugün zalda? Zalda var. Allah ne sevdiklerini ha? Bilesin mi? Yok. Bilesin ne sevdikler? Allah seni yaratıp atıp gittiler bit. Siz şunday matur, hem köngüllü konsept köşettiniz. Kursilesin. Avu halkı da salkım dip deyip karadım. Göresin mi? Kelime izleyeceğim tuğuleyinde. Salkım jılarak kiyip izleyeceğim. Sizge de kisettim indi. Bizim bir ay aldan siyerişkende bunday salkımlık tuğuleydi. Tabiat şulay bittiydi. Bizge salkım günler birde. Allah'a şükür. Ansıda gerek. No, mine bizning ko'ngillik bilan biz baribir klubni jilitdik. Hazır jilitishlarda qo'ydik, lekin o'zingiz ko'rdingiz. Allohga shukr. To'madingizmi? Meni ishim turishdi. Men aytam jilitib kiyingiz deb barisini da aytib bilmadim. Axiri men aytam to'magan bo'lsa yarali. No, sizni jalladim, конечно. Qizlarni biyrakda. To'madingizmi? Bezur rahmat, men sizga boshdan ko'p so'ylayman. Bezur rahmat sizga, barig'izga da isimlab aytib turmayman ilgari. Shunday shap, gruppa jiranim, butunisi shunday energichniy, молодцы, yoshlar endi o'zingda shular yonindagi yoshlashi hamda yoshlar shekilli, subhanalloh. Bezur rahmat, butun avul xalqi ismidan sizga rahmat aytamiz. Ijod chishmangiz bir qashanda soyiqmasin. Shunday motor, magnali, motor jırlarınız bilen xalqni suyundirib turibmiz. Tag'in kutib qolamiz. Gulzar shunday motor, manun tovushi shunday yo'g'imli, suyimli, energetikalari bu yigitlarning, qizlarning toshib turayini aytib turgansiz. Bek o'shada o'zim shaxsan avuldoshlarga o'xshagandir deb o'ylayman. Tag'in qatnashadi. Selamatlik sizga. Yillarda baxtli turmush sinyalarınızda isen sizlerin parlarınızı tağıp tağın da aşırıga yazsın. Amin.